Здравствуйте. Не, этот bitta odam kerak. Mana nima qilish Kerak, ish qilish kerak. Bolalar o'g'it olib Yerga kelgan. solib aralash. Нет, этот boshqa joyga toshish kerak, yaxshi qatmagan. Говно-da. Da, go'ng короче. Да, ну, где-то soat 5 gacha ish bor, kechgacha. Bir kishi. Beraverasizmi? Ne, 150 ming. Давай. Да, 150 ming so'm. Говно прям shu. Necha kishi? Bir kishi. Bo'ldi, давайте chiqing, давайте, договор. Не. Bir kishi. O'sha pulga 2 kishi beraveramiz, tezroq bo'ladi. Tezroq bitadi-ku. Вот умные, да? Go'ng anaqa sal qatkarroqmi ish qilib, bunaqa. Не, прям сююк. Не, серьезно, сююк. Поэтому, если qattiq был бы, я сам Тошиганский был бы. И еще этот, уже обед, jumadan keyin уже ish yo'qmi? Bozorda ish yo'qmi? Biz bugun sal ishgan bor. Kechgacha o'tirasizlarmi? Да вы что? Давайте тогда bitta chiroyli obedcha qilib olamiz, потом bemalol ishlasak bo'ladi 5 gacha. Все равно этот molniki bo'lsa ham bo'q-ku, стоит 75 ming стоит. Endi просто hozir men bir o'zim я мог сам один пойти. Просто он тоже без работы сидит. Просто поделимся, да, и работа быстрее закончится. И до 5 может до 4. Какой хороший человек, да? Ой. Да? Он тоже пустым не ушел домой. Сильвестр o'rgan mana shu narsalarda. А у вас есть дети? У меня есть, да. Двое. А у вас? По две, да? Что будем кушать? O'zinglar ko'ringlar biz. Bunaqa narsa olib ber demaymiz endi. На свое усмотрение, да. Biz endi sizlarga manaqa narsa olib ber deyishimiz noto'g'ri. Ривкат. Да, халол насия. Ривкат халол насия. Mana Xolmatjon. Bu Ilyos. Рад познакомиться, брат. Рад. Что будете заказывать? Xolmatjon, просто нам такое дорогое место не обязательно будет. Да, смотрите, какие тут. Bitta gap aytaymi? Voy, o'zimdan yo'q zivachgan chayni og'zim og'rib ketdi. Qaranglar akalar. Sut bunaqa. Rifkat bas ismi Shohruh. Sizlar olgan sababi men sizni hali pulga muhtoj yo qanaqadir kamsitish ma'nosida emas ekan. Avvalo darajamiz Xudoning oldida belgilanadi. Kiyim kechak bilan biz yangi yilga kimnidir xursand qilmoqchi biz. Shu to'layman. Xohlagan narsangizni zakaz qilib yeng. $100 bermoqchi endi 2 ga bo'lasizlar. $50 bo'lishib olasizlar. Ehson emas. Evaziga shart bor. Sizdan bitta o'g'il bitta qiz, sizdan bitta o'g'il bitta qiz. Qarang. Sharti qo'lingizdan kelgancha o'g'lingizni boshqa qo'shnining bolalari bilan solishtirmaysiz. Esingizga tushganda qachondir misol qo'shnining bolasini qara, naqa qilyapti. Hammani o'zini peshonasiga yozilgan hayoti bor, hammaga har xil hayot bergan. Kimdirdan kech qolib ketmayapti, kimdandir oldinda bas. 1 oy mobaynidami, 6 oy mobaynidami uni o'zingiz bilasiz. Mana shu narsa mobodo sizga yoqib qolib, keyin plyusini o'ylab qolib davom ettirsangiz, ertaga o'g'lingiz kimdandir zo'r ko'rinaman deb baland uy qurmaydi, o'zini qarziyat qilib palon joydan darvoza olmaydi aka. O'ziga yarashasini qiladi. Birovdan orqada basman, oldida basman deydi. Maza qilib yashaydi. Bu просто plyusga sizlarga ham, bizga ham просто так строим ватан.